Transport xizmatlari sifatini oshirish, aholiga zamonaviy xizmat turlarini ko'rsatishni joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan xorijiy davlatlarga vaqtinchalik ishlash uchun chiqib ketayotgan fuqarolarning o'z vaqtida manzillariga xavfsiz yetkazib qo'yishni tashkil etish maqsadida O'z Avtotransservis mas'uliyati cheklangan jamiyati avtobusda tashuvlarni amalga oshirishga ixtisoslashtirilgan milliy korxonasi tashkil etilgan edi. Mazkur ushbu avtobuslarda haydovchi va yo'lovchilar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Konditsioner, salondagi iqlim nazorati, aktiv va passiv xavfsizlik tizimlari shular jumlasidandir. Avtobus 51 nafar yo'lovchini o'z bag'riga sig'dira oladi. O'rindiqlar yumshoq bo'lib, har bir yo'lovchiga maksimal darajada qulaylik yaratilgan. Agar zarurat bo'lsa, o'rindiqlarni old va orqa tomonga siljitish hamda yon tomonga ham sozlash mumkin. Har bir yo'lovchi o'rindiq ustida havo deflektori va individual yoritish lampalari ham bor. Shuningdek, yo'lovchilarning qo'l yuklarini joylashtirish uchun salonning yuqori qismida maxsus joylar ajratilgan. Uzoq safar davomida yo'lovchilarning zerikmasligini ta'minlash maqsadida avtobus saloni yuqori klassdagi media tizim va ikkita monitor bilan jihozlangan. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan talab yuqori bo'lgan, yo'lovchilarning katta oqimi harakatlanayotgan xalqaro yo'nalishlarda avtobus qatnovlarini tashkil etish borasida muntazam o'rganish ishlari olib borilmoqda.